dunyoda sodir bo'layotgan tezkor o'zgarishlar, ochiq axborot maydoni, hukm surayotgan turli g'oyalar va qarashlar har birimizdan yanada hushyor bo'lish talab etmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, qatnashchilari. Mana hozir qizlarim aytganday, dunyoda butun dunyo bo'yicha mana shu diniy masala birinchi o'rinda turibdi desam ham bo'ladi. Hozir hamma joyda mana shu din masalasida, din masalasida hammamiz o'ylaymiz faqat namoz o'qish, endi namoz o'qish emas, to'g'ri, birinchi o'rinda namoz o'qish kerak. Lekin din masalasi o'zida keladiki, din masalasida birinchi o'rinda dinda tozalik turadi, intizom turadi.